Orbita qonuni degan nima? Guido. Oldingi sanda men bir odamning masalan ömürlük nishonini belgilash uchun mandaq qilsak, nihoyat oddiy usul deb bizni so'zlab bersam, Nurg'ullo mendan ayrimsiz uchun qilib so'rdi. Ma'dur manchash kirgan manda bo'ldi, men bir maslahat ko'rsatsangiz deb. Shuning bilan men to'xtab bu javobga Nurg'ullo tashna aka, bundaq savol hamma odamning hayotida bo'ldi-ku deb, texim oddiy, unumi texim yuqori ishlatishchalik intayin yuqori orbita qonuni usulini so'zlab beray deb bugun keldim. Orbita qonuni 19-asrning 50-60-yillari Yevropada barliq kelgan. Bu orbita qonuni barliq kelgandan keyin Yevro Amerika korxon madaniyati shirkat korxonalarining o'tdek taraqqiy qilishi, dahshatli pul tepishi, mush jihatda ularga mushundaq ta'sir ko'rsatgan. Keyin bu taraqqiy qilgandan keyin barbara mashundaq cho'ng kichik korxonlar, hatto shaxslarmi o'zining umrlik nishonini belgilashda ishlatgan. Hem orbita qonuni umum jihatdan bak cho'ng gap bu. Buni men to'liq tushuntirib bermayman. Lekin mening oddiy tushuncham bo'yicha sizlarga eng oddiy mushuning javri biz ishilta oladigan nuqtasini tushuntirib qo'yay. Orbita qonunining javri mana shu 3 chambarning kesishgan nuqtasi ABC deb yozib qo'ydim. Endi buni biz o'z hayot nishonimizni belgilash uchun qanday ishiltimiz deganda bu yer A chambar, shixvan deb yozib qo'ydim. Ya'ni o'zingiz yoqtiradigan barliq ishlar. Siz nimani yoqtirsiz? Naqsh cho'nmoqchimi, san'at cho'nmoqchimi, korxon cho'nmoqchimi, kino artisti cho'nmoqchimi, o'zingiz yoqtiradigan barliq ishlarni bash A'ning ichiga 1 2 3 deb deb yozsangiz bo'ladi. O'zingiz yoqtiradigan barliq ishlar. Endi bu yerga B chambar va havzo deb yozib qo'ydim. Bu siz qila oladigan ishlar. Ya'ni biz o'zimiz yaxshi ko'rgan ishning hammasini qila olishimiz notayin. O'zimiz qila oladigan ish kasblarning hammasini hozir yoqtirishimiz notayin. Endi bu yerga B chambarga o'zingiz yaxshi qila oladigan ishlarning hammasini yozsiz. B chambarga. Endi bu yerga C chambar, ko'rim. Ya'ni sizning qilish imkoniyatingiz bor, qilishingiz mumkin bo'ladigan ishlar. Ya'ni masalan qonun xilop ishlarni qilsak bo'lmaydi, axloq zid ishlarni qilib qo'ysak bo'lmaydi. Damal qo'l o'g'anda qilgan bilan oxirida kina o'zimiz bilamiz, shundami? Endi bu seyga o'zingizning qilishi mumkin bo'ladigan, bu ishni yaxshi qilamizmi, yaxshi ko'rmasangiz mayli. Shu ishlarning hammasini yozsiz. Endi yozgandan keyin mana o'tirdiki, mana nuqta 3 chambarning kesishgan nuqtasi. Endi bu 3 chambarning kesishgan nuqtasi tumush ish siz ham yoqtiradigan, ham yaxshi qila oladigan, ham qilishingiz mumkin bo'lgan ishlar. Mana bu nishonni endi hayotingizdagi ömürlük nishoningiz qilsangiz bo'ldi. Odam o'zining hayotidagi ömürlük nishonini meningcha 20 yoshlarda boshlab, chunki bundan burun biz bak kichik, mayli tajribamiz, mayli iqtisodimiz, mayli bilimimiz kam. 20 yoshlarda boshlanib 35 yoshlarda oxirlashi kerak. Hem 35 yoshdan keyin bo'lib ketgan vaqtimizda bizning yoshimiz birga bordi, shundami? Ondan keyin qat'iy bo'lmaydi emas, bo'ladi. Lekin asasen adam 20 yoshdan 35 yoshga oralıqda o'zining umrlik hayot nishonini chuqur belgilashi, oldirmay o'ylashib, astoydil muhokama qilib, keskin qaror chiqarishimiz kerakki, uzoq muddat bardoshlik qila olishimiz kerak. Hamda ba'zilar nihoyat yosh turib 20 yosh hatto undan kichik turib o'zining guidosini, orbitan nishonini topa oladi. Ba'zilar bo'lsa 30-35 yoshlargacha topolmay qolishimiz mumkin. Mushundaq gangrab qolganlar, qanday qilishni bilmayotganlar mash orbita qonunini ishlatib baqsanglar bo'ldi. Endi baya degandek 35 yoshdan cho'ng bo'lib ketganlar-chu deganning o'zida Amerikalik mashhur faylasuf, dunyoga taniqli psixolog Dali Karnikning bir hikoyasi bor. Dali Karnikning kitobini balkim o'qib baqqan bo'lg'oytinglar. Dali Karnikning bir 55 yoshlik bir odamga ko'rsatgan ta'siri, mashunga shundaq hikoyani so'zlab berib, hayot nishonini belgilab 65 yoshda Amerika paycheck sohasidagi katta millionerga aylangan bir hikoyasi bor. Bu hikoyani anglab baqsaq bo'ldi deganlar, pingni uchiga pingni qo'yib qo'ysanglar, keyingisini so'zlab bersam bo'ldi. Rahmat.